Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimizni mana Asakaga olib keldik. Asaka Namuna mahallasiga olib kelib o'rnatib berdik. Bugun esa kechga olib ketdik. O'shaning uchun qorong'ida bo'lsa ham olyapmiz. 4 ta eshik, 4 ta rom olib keldik bu yerga. High-tech fasonda jinsiy suyda mana to'q rangidan high-tech fasonni ko'rib turibsizlar. Mana ochilib yopilishlari ham doimgidek mana shu. Oynalar germetiklanadi. Mana romlarimiz ichkariga qorong'i bo'lib ketmasligi uchun doim oq oyna qo'yamiz. Bularimiz germetiklangan, taraqlamaydi. O'rtada bitta qanot ochiladi. Ko'rib turganinglar, bu tomonda mana bu yerda mana 3 ta rom turibdi. Eshik romlarimiz O'zbekiston bo'ylab dastlabkalarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish uстановkasi ichida. Mana kvadratini 700 ming so'mdan qilib olib borib o'rnatib beryapmiz vodiy bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ichida bo'ladi. Bemalol murojaat qila olasizlar. Ko'rib turganinglar mana shu high-tech fasonda bo'ldi. Shu qorong'i tushib qolgani uchun jinday aybga buyurmaysizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib poddeshka qilib yuborasizlar. Kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun hatto kamchiliklar bo'lsa sizlardan oldindan uzr so'rab qolaman. Sizlarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.